Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan o'zlashtirish operatorlari o'rganib chiqamiz. Xo'p, keling bu yoqda teng belgisi turgan ekan. Teng belgisini tezda ko'rib o'tamiz. Misol uchun a sonini 5 ga tenglayapmiz. Ya'ni bu yoqda 5 sonini a soni o'zlashtiryapti. Juda ham oddiy holat. Buni menimcha hamma bilsa kerak. Demak, birinchi belgimiz teng ekan. Keyingi belgimiz plus teng. Kelinglar let x degan son e'lon qilaman. Endi buni x ni tenglashtiramiz. Xo'p, x ni tenglashtiramiz 5 soniga. Hozir bu yoqda x 5 soniga teng bo'ldi. Endi keling yangi o'zgaruvchi e'lon qilamiz. Let x teng x plus 5. X plus 5 degan. Endi console.log orqali x ni chiqarib ko'ramiz. Xo'p, bu yoqda xatolik mavjud. Bu yoqda x'imizni yangi o'zgaruvchi qilib emas, balki o'zini yangilashimiz kerak. Mana shunday qilib to'g'ri. Endi to'g'ri bo'ldi. Olamiz, konsolda ko'ramiz. Konsol. Xo'p, ko'radigan bo'lsak, mana bizda 10 soni hosil bo'ldi. Ya'ni bu yerda x'imiz 10 ga teng bo'ldi. Vaholanki boshlang'ich qiymatni uni 5 ga teng qilgan edik. Bu yoqda nima bo'lyapti? X yangi o'ziga qiymat olyapti. Bu yangi qiymat o'zini eski qiymatiga 5 ni qo'shganiga teng bo'lyapti. Xo'p, biz mana shu holatni x teng x plus 5 deb emas, balki xo'p, x plus teng 5 desak ham bo'ladi. Endi ko'radigan bo'lsak, baribir javob 10 chiqdi. Ya'ni bizda plus teng bo'ladi. X teng x plus 5 ga teng bo'ladi. Ya'ni x ga 5 ni qo'sh degan ma'noni anglatadi mana bu holat. X ning turgan qiymatiga 5 ni qo'shgin degan ma'noni hosil qiladi. Xo'p, demak mana shu hamma joyda bir xil ishlaydi. Ayirishda ham, ko'paytirishda ham, bo'lishda ham, foizli bo'lishda ham va ikkitalik ko'paytiruvda ham xuddi shunaqa ishlaydi. Xo'p, let a teng 5 dedik. Keyinlar a ni ko'ramiz endi. A minus teng, misol uchun 1 deyman. A minus teng 1. Bu yoqda nuqta virgul qo'yib ketishimiz kerak orqasiga va a ni konsolga chiqaradigan bo'lsak, bu yoqda 4 chiqdi. Nimaga 4 chiqdi? Chunki a ni bu yerdagi qiymat 5 edi. 5 dan 1 ayrildi va bizga 4 hosil bo'ldi. Bu nimaga teng bo'lishi mumkin? Bu a teng a minus 1 ga teng bo'ladi. O'shanda yangi a soni a minus 1 ga, ya'ni 5 minus 1 4 ga teng degan ma'no kelib chiqadi. Hop, keyingisi bu yoqda ko'paytiruv va teng degan belgi bor ekan. Bu ham xuddi shunday ko'paytiruv teng, misol uchun 2 deyman. Console.logga agar a ni chiqaradigan bo'lsam, bizga 10 chiqdi. Chunki rostdan 5 ni 2 ga ko'paytirsak bo'ladi. Xo'p, bu nimaga teng bo'ladi? Bu a teng a ko'paytirilgan 2 ga teng bo'ladi. Buni ham tushundingiz deb o'ylayman. Bu yoqdan endi bo'lishni ko'rib o'tamiz. A soni keyinlar 12 bo'lsin. Mana bu ko'paytirish emas, endi bo'luv soniga o'zgartirib qo'yamiz. Shunda bu yer endi a teng a bo'lingan 2 soni hosil bo'ladi bu yoqda. A 12 ga teng. 12 ni 2 ga bo'lsak, javob bu yoqda 6 chiqadi. Ko'rishingiz mumkin, mana 6 da. Xo'p, keyingisi foizda teng degani foiz qoldig'ini topib beradigan operator belgisi edi. Misol uchun keling 13 ni let x teng 13 degan bitta raqam yarataman, son, va uni bo'lib ko'ramiz 3 ga. 3 ga bo'lgandagi qoldig'ini topib beradi bizga. X foizda bo'lingan teng 3 ga deylik.
konsol.logga x ni chiqaradigan bo'lsam, bu yerda qoldiq 1 chiqdi. Hop, qoldiqni menimcha bilsangiz kerak. 12 ni 3 ga bo'lganimizda 4 chiqadi, qoldiq 0 bo'ladi. 13 bo'lgani uchun 13 dan 12 ni ayirsangiz, misol uchun qoldiq 1. Demak, qoldiq 1 ostidan 1 chiqar ekan. Bu yoqda demak foizda teng bizda o'zgaruvchimizda qoldig'ini chiqarib berar ekan. Endi ikkita daraja, ikkita ko'paytiruv bor. Bu narsa darajaga teng. Xo'p, x teng ikkita yulduzcha teng 2 deymiz. Bu degani ikkita yulduzcha kvadrat degani. X ning ikkinchi darajasi. Ya'ni bu belgi to'liq yoyadigan bo'lsa, mana bunga teng. X teng x ikkita yulduz 2. Ikkita yulduzcha bu yoqda darajani ifodalaydi. Ya'ni x ning kvadrati ekanligini bildiradi. X ning kvadrati 169 chiqishi kerak. Masalan, 169 chiqdi mana. Xo'p, demak, bu bizda o'zlashtirish operatorlariga misollar edi. Uyingizdan takrorlab ko'ring, esdan chiqmasligi uchun. Xo'p, ko'p hali foydalanamiz bu operatorlardan.